Musulmonlarni Alloh taolo bir-biriga mehrli, muhabbatli, bir-biriga bir ko'mak ko'rsatuvchi jamiyat bo'lishini xohladi. Endi musulmonlarda birligini, quvvatini nima ketkazadi? Hasad, gina-kudurat, ta'na malomat, shubha gumon. Ana shu siz bilan bizni birligimizni yo'q qiladigan ishlardan bittasi tekshirilmagan xabarni qabul qilib olishlik. Xabarni tekshirmasdan haqiqatda buni qabul qilib olishlik. Alloh taolo aytayapti: "Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar." Mo'min kishi rost gapiradi, adolatli ish tutadi. Fosiq esa yolg'on gapiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ayakunu mu'minu bakhilan?" Mo'min baxil bo'lishi mumkinmi? Qod yakun dedilar Rasululloh. Bo'lishi mumkin. Ayakunu mu'minu jabanan? Mo'min qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun, bo'lib qoladi. Ayakunu mu'minu kazzaban? Mo'min kazzob, yolg'onchi bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q deb javob berdilar. Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar. Tekshirmasdan, bilmasdan birovga aziyat berib qo'yib, keyin pushaymon yemasliklari uchun. Agarchi bizga kelgan xabarni mana shu oyatga amal qilib turib, har safar tekshirib, dalilni so'raydigan bo'lsak-chi, biz oldimizda ancha-muncha gapni gapirmay qo'yishadi odamlar. To'g'ri aytyapmanmi? Men bo'pti, to'xtab tur. Shuna dedimi? Turib tur hozir. Telefonni oling. Birodar, sizni mana dedi, palonchi keldi. Shuna dedingizmi deyimda, kelmaydi oldingizga shu odam. Yo'q, biz uni qilmaymiz, biz eshitamiz. Jon quloqimiz bilan eshitamiz. Ha, keyin nima bo'ldi? Qaranglarda, bitta oyatga amal qilmaslik bilan oilalar buzilib ketyapti.